Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmat 9. Bugungi videoda biz bir nima quramiz. To'g'risini aytsam, kallamga hech nima kelmaganga shuni qilib qo'yaverdim. Bizning vazifamiz 600 ta bo'lish, iloji boricha shuncha. Keyin kanalga like bosib, videoga obuna bo'lib, qarochi o'zingizlar bilasizlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling demoqchi edim. Tilim kelishmayapti. Do'stlar, hozir men kallamga yagona kelgan narsa oddiygina uycha, mana shu 6 blok tepasi. Mana buni taxtasi kerak bizga. Mana taxta. Mana 1 2 3 4 5 shunday qilib 6 tadan quraveramiz. Bitta 3 taraf, 3 ta bitta. Mana bu yerga ham 3 ta yo 2 ta, 2 ta. Chunki u yog'imiz ham 2 ta edi. Bu yoqni ham 2 ta qilamiz. To'xta, stop. Shaqilga to'xta, yo'q qiyshiq. Voy jinni, qiyshiq qilganman. Voy kalla. Bunga ham e'tibor bermaganimga qara. Endi bu sal-pal ko'p emas, to'rt burchakka o'xshab qoladi. Bizga baribir nimadir bo'ladimi-ku? Xullas, endi nima qilamiz? Tomini qilamiz. Uy, menimcha normalniy. Mana 2 3 4 5 6. Menimcha ajoyib. Endi mana bunaqalarni qo'yib chiqamiz. Mana. Hoppa. Eng zo'r uy bo'ladi hozir qiyshiqlik bo'yicha. Xo'sh. Bu yog'iga ham qo'yib yuboramiz. Menimcha bo'ldi. Ko'rinyapti. Juda rasvo ko'rinyapti. Mendan quruvchi umuman chiqmaydi. Shunda ham farqi yo'qmish deyishga ochamiz. Chunki biz mana bu chetlarga mana bu zina qo'yamiz. Buni qo'ysak, to'xta, qiyshiq bo'ldi. Buni mana buncha qilib qo'yishga ham bo'ldi. Endi ichini qilishdan oldin ichini taxta qilib olamiz. Top. Bizda teshami? Yo'q, kerak emas. O'zimizga kerakli mana uyga kerak eshik, oyna, kravat, pechka, versak pechka va oddiy sandiq. Mana ajoyib. Buni qo'yamiz, tosh qo'yamiz. Bu ikki taraf oyna. Mana o'rta tosh. Mana bir oyna, bu yer esa tosh. Ajoyib. Deyarli yaxshi chiqdi. Endi bu yerga kravat, versak, pechka bilan sandiq qanday qo'yaman? Buni qo'ysak, buni bu yerga, sandiqni esa bu yerga kiritib qo'ysak, epishni bo'ladi. Ajoyib. Hech qanday o'zgarishsiz. Endi bizga ozginadan fakelchalar kerak. Fakel. Bu soat, bu fakel mana. Bu yerga bo'ldi. Va mana. Menimcha ajoyib chiqmadi. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing, to'g'ri aytdim. Siz va men nima qurishimni izohlarda yozib qoldiring. Masalan, portal